Bolalar, xaritaga ko'ra biz orzu qilgan uylar aynan shu yerda bo'lishi kerak. Mana mening orzuyimdagi uy zo'r ko'rinar ekan. Men buni olaman. Bu uy esa siznikidek chiroyli emas ekan. Ichida to'la suvaraklar va axlat bor. Voy, dahshat-ku! Xo'sh, u yerga qaranglar. Men buni olaman. To'xtanglar. Bunday chiroyli uy meniki bo'lishi kerak. Oh, buni o'zimga olaman. Voy, yo'q. Demak, menga suvarakli, dahshatli uy qolibdi-da. Bir xil rangdagi uylar challenge. Qani ketdik. Qizlar, xavotir olmanglar. Men hammasiga buyurtma berganman. Mana bizni yetkazib berishimiz ham keldi. Zo'r. Qutilarni ochib, uylarimizni tayyorlashni boshlaymiz. Voy, bu nima? Mening hududimda kalamush bormi? Mike, buni tozalab tashla, iltimos. Endi ancha yaxshi bo'ldi. Voy, bu kalamush yoqimtoy ko'rinadi. Menda chang juda ko'p ekan. Hamma o'z uyi bilan bandligini ko'ryapman. Nima qilishni allaqachon bilaman. Voy, Emma, kechirasan. Emma, tinchlan. Yaxshi, senga shirinlik beraman. Menda ajoyib g'oya bor. Shunga qaranglar. Zo'r. Xo'sh, bu yerdan ket. Bu mening uyim. Endi buni ko'k rangga bo'yayman. Mana bo'ldi. Bu tomga qaranglar. Zo'r. U yerda ham biroz bezatish ishlarini qilamiz. Bu mening zo'r mashinalarim uchun poyga yo'li. Bu yerga esa bayroq qo'yishimiz mumkin. Bu yerda kim yashashini hamma bilishi uchun. Voy, menga hech narsa qilgani yo'q. Shunchaki uy atrofida sariq xatchoplar qo'ymoqchi edim, lekin o'xshamadi. Yana urinib ko'ramiz. Endi ancha yaxshi bo'ldi. Endi sharni shishirishim kerak. Qani boshladik. Men dunyodagi eng chiroyli uyni yaratmoqchiman. Voy, bu qayerdan keldi? Mary, bu sening sharmingmi? Mary, uying juda chiroyli ekan. Emma, Maryning uyini ko'rdingmi? Bolalar uylarini bezatib bo'lishibdi. Men nima qilishim kerak? Aytgancha, qutimda pushti gilamcha bor edi. Voy, tezroq bo'lsa-chi? Voy, barmog'im. Men o'ylaganchalik oson emas ekan. Lekin menga yordam bera oladigan odamni bilaman. Quruvchilar hamma narsani qila olishadi, to'g'rimi? Salom, menga yordam bera olasizlarmi? Ajoyib. Nega oldinroq sizlarga qo'ng'iroq qilishni o'ylamagan ekanman? Bu ancha tezroq bo'lar ekan. Voy, qanday yoqimtoy yurakcha. Ajoyib. Sizlarga pul to'lashim kerak. Menda pul ko'p. Mana, olinglar. Xayr. Uyim sizga yoqdimi? Zo'rmi? Qanday mazali banan. To'xtang. Buni maysazorimga ekib, banan daraxtini o'stirishim mumkin. Qaranglar. Banan daraxtim allaqachon o'sibdi. Juda ishtahani ochar darajada ko'rinyapti. Bu yerga esa dam olib, quyoshda toblanishim mumkin. Shlyapa va katta mazali kokteyl. Ajoyib. What? Voy, Maryning maysazorida banan o'sibdi. Men esa juda ochman. Xo'sh, bir daqiqa. Menda ajoyib g'oya bor. Basketbol maydonchasi qursam bo'ladi. Bu yerga juda mazza qilaman. Axir men professional basketbolchiman. Hatto 3 ta jamoadan 3-o'rinni olgan turnirlarga ham taklif qilinganman. Mana o'sha mashhur zarba. Emma, kechirasan? To'pni menga otib yubora olasanmi?
Nima? Buni qanday qilding? Maysazordagi belanchakni yig'ishim kerak. Unchalik qiyin emas shekilli. Voy, uddaladim. Juda zo'r. Sevimli o'yinchog'imni unda uchiraman. Bu yerga esa mening yoqimtoy pochta qutim turadi. Uni yanada chiroyli qilish uchun yoqimtoy stikerlar yetishmayapti. U yerda nima qilyapti? Mike nima qilyapti? To'xtang. Qani, ko'raylikchi. Men ham pochta qutisi xohlayman. Hozirgina miyamga bir g'oya keldi. Bu oddiy sariq qutini ajoyib narsaga aylantiraman. U yerda gullar bo'ladi. Chiroyli. Nima? Qizlar pochta qutilarini yasashdimi? Men ham xohlayman. Bu ko'k quti biroz zerikarli ko'rinyapti, lekin menda g'oya bor. Unga dinozavr qo'yamiz. Zo'r. Salom pochtachi, menga xat olib keldingizmi? Voy, bu Afrikadanmi? Rahmat. Yordam berganimdan xursandman. Sizga ham bir narsa bor, janob. Mana, voy, pochta qutingiz tishlab oldi. Bu sizga kulgili tuyulyaptimi? Unday bo'lsa, sizga xat yo'q. Xo'sh, bu go'zal ayol kim ekan? Ajoyib ko'rinyapsiz. Juda go'zalsiz. Sizga go'zallik qirolichasiga xat bor. Voy, rahmat. Keyingi safar ehtiyot bo'ling. Hamma maysazorlarni bezatishga ulgurganini ko'ryapman. Endi uylaringizning ichini bezatish vaqti keldi. Voy, Mike, nima qilyapsan? Uyimning ichini ko'k rangga bo'yayman. Zo'r. Polga esa ko'k rangli yumshoq gilamcha to'shaymiz. Yana nima qilsam ekan? To'g'ri. Barcha qurollarim va o'yinchoqlarim uchun javon kerak. Ular bu yerda juda zo'r ko'rinadi. Ajoyib. Haggi-Vaggi, o'yinchoqlarimni qo'riqla. Endi devorlarga yaqinda Minecraftda topgan bir nechta olmoslarimni yopishtirishim kerak. Dinamitli stol. Ajoyib. Yangi uy hayvonim. Kalamush uchun joy kerak. Unga Jack deb nom beraman. O'zimizga o'yin maydonchasi qilamiz. Zo'r. Juda ajoyib bo'ldi. Voy, Mike xonasini juda zo'r bezatibdi. Men ham shunga o'xshash narsa qilishim kerak, lekin o'z uslubimda. Avval devorlardan boshlaymiz. Menga bu yerda ko'proq pushti rang kerak. Pushti tirnoq bo'yog'im esa bunga yordam beradi. Mana bo'ldi. Hammasi men xohlagandek ko'rinishga keldi. Zo'r. Endi esa bir nechta pushti bulutlar va yigitim bilan tushgan rasmlarimiz. Qani boshladik. Birga juda yoqimtoy ko'rinamiz. Bu yerga stol juda mos tushadi. Va mening yoqimtoy bezaklarim. Musiqa hech qachon zarar qilmaydi. Bu yerga sochimni tarab, qo'shiq aytaman. Zo'r! Ajoyib. Mana mening mushugim ham keldi. Voy, sen dunyodagi eng ajoyib mushuksan. Seni yaxshi ko'raman. Hamma xonalarini bezatib bo'libdi. Men esa hali yo'qmi? Buni darhol o'zgartirish kerak. Devorlarni sevimli sariq rangimga bo'yashim kerak. Xonam quyoshli bo'lishini xohlayman. Shunda har doim issiq va ijobiy kayfiyat bo'ladi. Voy, juda chiroyli bo'ldi. Endi esa davom etamiz. Menga qum kerak, shunda o'zimni plajdagidek his qilaman. Zo'r! Va mening yoqimtoy o'rdakcham. Sen devorga osilasan.
Mana mening sevimli o'yinchoqlarim javoni. Hammaga salom. Sizlarni yaxshi ko'raman. Nice. Bu burchakda esa rasm chizishim mumkin. Va ukulelemda chalishim mumkin. Bu rasm esa aynan shu yerda juda zo'r ko'rinadi. Shunga qaranglar. Bu men va kuchugim Jerining rasmi. Jeri vov degin. U juda yoqimtoy. Mana sening joying do'stim. Jeri suyak xohlaysanmi? Suyak xohlaysanmi? Mana ol. Aqlli kuchukcha. Bu uylar shunchaki ajoyib. Bolalar, tez orada ko'rishguncha, xayr.